Avvalo, ko'krak saratoni haqida. Bu kasallik ko'proq ortiqcha vaznli ayollarda uchraydi. Ya'ni tana massasi indeksi yuqori bo'lsa va organizmda ortiqcha yog' to'plangan bo'lsa, xavf oshadi. Endi esa bu kasallikning oldini olish choralari bormi? Qanday ehtiyot choralarini ko'rishimiz mumkin va bu kasallikni aniqlash uchun skrining testlari bormi? Kasallik ma'lum bir yoshda uchraydimi yoki yosh bemorlarimizda ham, ayollarimizda ham uchrashi mumkinmi? Bachadon bo'yni saratoni uchun o'rtacha yosh 50. Bachadon va tuxumdon saratonlari esa ko'proq menopauzadan keyin, ya'ni 60-65 yosh oralig'ida uchraydi. Bachadon bo'yni saratoni uchun esa pap smear, ya'ni namuna olib tekshirish yoki HPV inson papilloma virusi testi mavjud. Bu test orqali virus aniqlanadi. Agar natija musbat bo'lsa, qo'shimcha tekshiruvlar o'tkaziladi. Agar manfiy bo'lsa, 5 yildan keyin qayta tekshiruv tavsiya etiladi.